Yaxşımısınızlar? Nazirda Abdikram ma'lum bo'laman. Haftaning yaqin talaq chiqmay kayfiyatlaringlarda astil o'zgarish bo'ldi deyman. Psixologiyadami odamlarning sezgisidan mahrum qiladigan mushunday bir tajriba olib borgan, demak ular odamlarning butunlay shu ko'rish, anglash, puroq, tam sezgilarining hammadan mahrum qilib etib, kishilar tajriba olib borgan chog'da eng oxiri chidigan, psixikasida buzilish bo'lmay, masala ko'rilmay chidigan odamlar faqat 7 kunlik chidigan. Albatta, hozir bizning undaq bütün sezgilarimiz mahrum qilinadi, normal. Lekin mushunday o'zimiz kontrol qilolmaydigan holatda bexatarlik tuyg'umizga belgilik darajada hujum qilindi. Undan keyin bizning ijtimoiy aloqa ham o'z-o'zimizni ishga oshirish ehtiyojlarimiz mahrum belgili qisman vaqt ichida mahrum qilindi desak bo'ladi. Bunday ahvol ostida meningcha ba'zilarimizning kayfiyatlarida andaq-mandaq o'zgarish bo'lsa, intayin normal deb qarayman. Lekin bu kayfiyatimizdagi bu o'zgarishlarga nisbatan biz tabiiy qo'yib etib, qandaq bo'lsa shundoq bo'lsin, o'zining taraqqiyotga qarab boqayli desak, meningcha biz psixologiya ilmiga hurmat qilmagan bo'lamiz. Shunlashqa muvofiq darajada o'zimizning shu ruhiy kayfiyat holatlarini tanishishni bilib olishmi, bizning oiladan huzurlangash o'zimizni cheniqtirish bo'lib, psixikamizni cheniqtirishning nihoyatda muhim bir omili deb qarayman. Odatda biz ko'ryapmiz, masalan, ünlüdarlarda nihoyatda aktiv qarashlarni, ideyalarni taqib o'tadi. Men uyimdagilarga hamroh bo'lolmagan, bu qitim nihoyatda cho'nqur fikrlasha oldik. Masalan, oilamizda bolalarimiz bilan, ayollarimiz bilan yoki ota-onalarimiz bilan nihoyatda cho'nqur fikrlashish fursatiga ega bo'ldik. Yoki bo'lmasa o'zim qilolmagan aldirashchilikda qiziqadigan nurg'un oiladagi ishlarni tamoq etish, uy tozalash, masalan, qisman erlarimiz bo'lsa, azaldan ularning qo'lidan tamoq yeb boqmagan biz, mush fursatdan ayollarga tamoq etib berib o'tadi. Mushundaq har xil shakldagi bizningki o'zimiz qilolmagan ishlarimizni qilib oldik deganga o'xshash mushundaq masalalarni aktiv tarafdan tafakkur qiladigan odamlarimiz bizga nihoyat yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Meningcha mushu qitimqi bizning alohida mush mezgilimizni ko'chilab turib, nihoyat yaxshi aktiv nuqtadan tafakkur qilishni o'rganib olsangiz, buningdagi turmushda nurg'un narsalarga nisbatan aktiv tafakkur qilishga ko'nib qolasiz, odatlanib qolasiz deb qarayman. Undan boshqa biz vakil xarakterlik bir xil oiladan huzurlanish. Masalan, mening asli mushu bahor bayramida sayyoh berib o'ynab kelish orzuyim bor. Unda bo'lsa, men telefonda sayyohning go'zal manzaralarini ko'rib, xuddi sayohat qilgandek mushta vakil xarakterlik sayohat olib borsam bo'ladi. Endi ünlüdarlarda ko'ryapmiz, ba'zida oilada DJ qilayotgan bolalarni, anandikin beliq tutayotgan oila o'zida beliq tutib o'ynayotgan bolalarning mushundaq har xil qiziqarli filmlarni ko'ryapmiz. Demak, mushu bir xil vakil xarakterlik ko'ngil ichish faoliyatlari deb qarayman. Shunlashqa biz oilada bo'lib bolalarimizga ham o'zimiz mushundaq bir ijodiy xarakterdagi ko'ngil ichish faoliyatlari orqali bolalarga ulgu bo'lib o'zimizning qisman kayfiyatlarini tangsak bo'ldi. Endi meningcha bu vaqt biz o'zimiz to'g'risida o'ylanadigan intan go'zal bir vaqt deb o'ylayman. Agar bizning psixikimizda aldirab kayfiyatlarimizni buzilish bo'lsa, oiladagilarga vaqiraydigan yoki bo'lmasa u yoq bu yoqqa menga titildaydigan yoki bo'lmasa ba'zida o'zimiz o'ylamagan ba'zi holatlar ko'rilib qolsa, o'z-o'zimizga diagnoz qo'yishni o'rganib olsak bo'ldi. Mening shaxsiyatimdimi yoki kayfiyat cho'g'lanmamdimi yoki bo'lmasa qaysi jihatdan shu oilaga moslashamaslik, demak men burun ko'proq sirtqa qartilib, o'zimga oila qartilmabdi ekanman. O'zimiz to'g'risida mushaq cho'nqur tafakkur qiladigan, o'zimizni o'ylanadigan, o'zimizga diagnoz qo'yadigan nihoyat yaxshi bir fursat deb qarayman. Shunlashqa shu fursatni muvofiq darajada foydalanib, o'z-o'zimizni tahlil qilib olsak, bu nihoyat bir go'zal tanishish. Endi oxirida mening tavsiya qilganim, meningcha boshqalarga manfaat yetkazish bizga xo'shallik olib keladigan nihoyat bir go'zal fursatchi. Bo'lsa, shu oila a'zolarimiz bir-birimizga manfaat yetkazib, shu burun qilolmagan nurg'un ishlar orqali o'zimizni texmo bir mukammallashtirsak, oiladagi kunlaringlarning texmo go'zal, ahamiyatli o'tishini umid qilaman. Hammanglarga rahmat.